Uzdal CSS dersidagi 8-ci qism CSS vücut qurush. Bu soatlik darsimizda biz 1-ci soatlik darsimizda so'zlangan tuvandagi mazmunlarni pishqlaymiz. Ham shundaqla bu CSS asos darsligimiz mushad oxirlashidi. Keyindagi mazmunlar bir qadar yuqori darajalik mazmunlar hisoblandi. Birdan HTML xat ko'pligiga uslub kodda aniqlim berilgan ahvol ostida tuvandagi tartib bo'yicha bir taraf qildi deb so'zlagan to'q. Ayni vaqtda birinchi tor ko'rgishda belgilangan qimmat, ikkinchisi sirtqi uslub jadvali, üçüncüsü ishki uslub jadvali, to'rtinchisi ishki bog'lanish jadvali deb. Ama tor ko'rgish belgilangan asli qimmatni buni shu tor ko'rgishlarninki o'zininki ishlatish qo'llanmasi yoki shularninki shular maskalan CSS tuzish qo'llanmalarida shuningki tor ko'rgish belgilangan asli qimmatninki uchurlar ta'minlangan. Biz mana ikkinchisini boshlasak, sirtqi uslub jadvali qurish deganda line xatkuch orqali ma'lum CSS vujutiga aniqlik beramiz. Masalan, line xatkuch orqali buningki harf qiymatiga style CSS deb qimmatdan birini beramiz. Ham shundaqla bu style CSS vujuti buningki da CSS vujuti bo'ldi. Mushni bilan o'xshash daraja qo'ygandan keyin qimmatni bersak, tor ko'rgishda mahallalardagi unumi ko'rindi. Ikkinchisi ishki uslub jadvali qurish. Bu qanday deganda bu style deganni shu HTML vujutininki ichiga yozamiz. Yozib CSS kodni style xatkuchninki o'ttirdagi qismiga saqlan bo'ladi. Buningki unumi oldi ko'rilgani bilan o'xshash. Andan keyin uchinchisi ishki bog'lanish jadvali qurish. Bu nima deganda bevosita HTML xatkuchninki xarakteri o'rniga qimmat yozish. Bu holatda vaqtimizda masalan bu p xatkuch bo'lgan bo'lsa, p xatkuchininki keyniga style tang qo'shtirnoq deb yozib, o'ttir qismiga mayaga CSS kodni bevosita yozsaqlan bo'ladi. Anda diqqat qilish tegishli ishlar xarakter qimmat va qimmatning birlik o'tirisiga bo'shliq qo'ymay yozing. Bo'shliq qo'yib yozishni faqat IE6 da qo'llaydi. Firefox, Mozilla yoki Netscape qatorliq boshqa tor ko'rgishlarda normal ko'rinmaydi. Bu deganimiz masalan mayadagi 15 degan qimmatni px degani buningki birligi mana o'tirisiga bunda bo'shliq qilib yozsak bu xato degan gap cho'qim bo'shliqni elitib yozamiz. Ama aslida berilgan misolmi shunga o'xshash.